Assalomu alaykum. Bugun bank ijodlari tadbirkorlar bilan uchrashuvda bankda mavjud kredit turlari hamda savol-javoblar bilan o'tkazamiz. Bu yerda yangi kredit mahsulotimiz chiqqan, Amroq kredit mahsuloti. Bu ayollar tadbirkorligini oshirishga qaratilgan kreditimiz. 84 oy muddatgacha beramiz. Bu kreditimizdan 36 oy muddat imtiyozli davri bor. Bundan tashqari aylanma mablag'ini olish uchun 36 oy 3 yil muddatgacha beriladi. Bunda 6 oy imtiyozli davri bor. Bunda 100 million so'mgacha garovsiz ajratamiz. Bunda kredit oluvchi fuqaroni kredit tarixi salbiy ko'rsatishga ega bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari ikkita yangi ish o'rni yaratadigan loyihalarga bazaviy hisoblash miqdorini 1000 baravarigacha beriladi. Agar 5 ta yangi ish o'rni yaratadigan loyiha bo'lsa, bunda bazaviy hisoblash miqdorini 4000 baravarigacha kredit ajratiladi. Bundan tashqari agar loyihachi 10 ta yangi ish o'rnini yarataman desa, bunda bazaviy hisoblash miqdorini 25000 baravarigacha kreditlar ajratiladi. Bunda 100 million so'mgacha ajratiladigan kreditlar agar 3-chi shaxs kafilligi ham sug'urta polisi bilan ajratilishi mumkin. Undan yuqori summalarda esa likvidlik garov mulklarni taqdim qiladi. Bu kredit foizlari bugungi kunda qayta moliyalash stavkasi qo'shilgan 7% miqdorda ajratiladi. Bugungi kunda 14% bo'lsa, 7% bo'lsa 21% dan ajratiladi. Bu resursini xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash kompaniyasi tomonidan beriladi. To'liq pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi. To'lov grafiki annuitet hamda differensial shaklda bo'ladi.